Psoriaz kasalligi qachon boshlandi sizda? Hozir yoshim 59da. Shu esimni taniymanki, bog'chaga chiqqan paytlarim 5 yoshmi, 6 yoshdan beri shu kasallik bor. Hayotingiz davomida nimalar qilib ko'rmagansiz shu vaqtgacha? Hayotim davomida kichkina paytimda sanatoriyaga, Chortoq sanatoriyaga yuborishardi. O'sha yerda vannalar, har xil tuzli vannalar buyurishgan. Ishonsangiz bir 7-8 marta borganman. Qonni filtrlash kerak deyishdi, qonni ham filtrlattirdik. Sal yaxshi bo'lgandek bo'ladi, lekin butunlay tuzalmaydi. Yana chiqaveradi. Endi mana Dermalife ishlatdim, ancha yaxshi. Juda ham zo'r. Bunaqa natija dorilarda ham hech ko'rmagan edim. Shunaqa xursandman, har qatdan xursandman-da, bu 55 yillik narsani hech tuzata olmagan. Mayli oxirigacha xudo aytmayman, 20% qoldi, unisi ham ketadi inshaalloh. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Dermalife teri sog'lomlashtirish markazining hurmatli kuzatuvchilari. Biz doimiy an'analarimizga sodiq qolgan holatda bugun Toshkent shahri bo'ylab va Toshkent viloyati bo'ylab safar uyushtirganmiz. Birinchi makonimiz toshkentlik hurmatli hojonamizning xonadonlariga tashrif buyurganmiz. Bu kishida uzoq yillardan beri yoshlik davrlaridan boshlangan psoriaz muammosidan aziyat chekib kelgan edilar. Bugun Ramazon bo'lishiga qaramasdan xonadonlarni to'g'ridan bizga joy berib suhbatlashish va o'zlaridagi holat haqida o'rtoqlashish maqsadida taklif qildilar. Biz xursand bo'ldik. Assalomu alaykum opajon, avvalambor. Va alaykum assalom. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Xushvaqt bo'ling. Alloh uyingizga, xonadoningizga fayz baraka yog'dirsin. Amin. Ayajon, men uchun gapirib berdingiz. Sizning holatingizdan xabarim bor. Kuzatuvchilarimiz uchun ozgina savollarim bor. Psoriaz kasalligi qachon boshlandi sizda? Hozir yoshim 59da. Shu esimni taniymanki, bog'chaga chiqqan paytlarim 5 yoshmi, 6 yoshdan beri shu kasallik bor. Juda ham ko'p davolandik. 55 yil hisobda, 55 yildan beri bor bu narsa. Oyimlarda bo'lgan dedingiz, onangiz bilan? Onamlar rahmalida bo'lgan, ha. Lekin nimalar qilmadik, qatlaga bormadik. Sal yaxshi bo'lgandek bo'ladi, lekin butunlay tuzalmaydi. Yana chiqaveradi. Endi mana Dermalife ishlatdim, ancha yaxshi. Juda ham zo'r. Bunaqa natija dorilarda ham hech ko'rmagan edim. Tegi bilan yo'q bo'lib ketmaganda. Mana hozir faqat o'rni qizargan holati turibdi. Bu ham ketadi deb inshaalloh. Ketib qolsa, xudo xolasa. Onaxon bizga ko'ruvdi deb aytdi, ko'rsatdilar. Faqat o'rnida qizarish bor. Rasmga olamiz albatta hozir. Uni avvalgi keyingi holatlarni qo'yamiz. Sizlar o'zingizlar baho berasizlar. Men bitta narsa so'ramoqchiman. Dermalife kompleks mahsulotini reklamasini qayerda ko'rdingiz? Nima uchun ishondingiz? Chunki siz opitniy bemorsiz-da, mana opitniy vrach bo'ladi, opitniy bemor bo'ladi. Ya'ni boshdan o'tgan tabib. Hayotingiz davomida nimalar qilib ko'rmagansiz shu vaqtgacha? Hayotim davomida kichkina paytimda sanatoriyaga, Chortoq sanatoriyaga yuborishardi. O'sha yerda vannalar, har xil tuzli vannalar buyurishgan. Teri kasalliklariga ixtisoslashgan bo'lgan. Yaxshi bo'lardi, lekin 2 oy, 3 oydan keyin qaytib chiqardi. Ishonsangiz bir 7-8 marta borganman. Undan tashqari yozda ota-onam har yili 10 yilgacha So'ko'lga borishgan. Tuzli suv mash davolansin. Ukamda ham bor edi. Ikkalamizni 10 yil davomida olib borishdi. Keyin biz katta bo'ldik, uzatishdi. Shu bilan o'zimiz ovora bo'lib, o'zimiz kunimiz o'zimizga qoldi. Davolanishlar ham o'zimiz harakat qildik. Menimcha ko'p aniq qildim. Qonni filtrlash kerak deyishdi, qonni ham filtrlattirdik. Eski usullar bilan ham. Semashka bilan davolandim. Sal yaxshi bo'lgandek bo'ladi. Odam uyaladi-da, unaqa butun badanimda yo'q, qo'limda, oyog'imda bor. O'sha ham odamga yoqimsiz. Xullas, shunaqa qilib bir kun yangiliklarni o'qishni yaxshi ko'raman. Yangilik o'qib o'tirsam, chiqib qoldi sizlarning anaqa e'loninglar. Aldanib qolmasmikin, men shuni qilsammikin? Endi odam nima deydi? Chiqmagan jondan umid, harakat qilamiz-da. Keyin baribir meni bir umr davolanish bilan izlanishda o'tdim-ku. Keyin mendan nima ketdi, bab davolanmayman. Shuni ham davolab ko'ray, chiqmagan jondan umid deb qo'shildim. Yaxshi ham qo'shilgan ekanman. Juda ham xursandman. Tanjoninglar sog' bo'lsin. Umringiz sog' bo'lsin. 55 yil kichkina muddat emasda, hurmatli kuzatuvchilar, va psoriaz kasalligiga misol uchun
Biz qanaqadir katta ketish yo boshqa ma'noda gapirmayapman. Psoriaz kasalligini agar nima ekanligini tushunmasanglar, ya'ni uni 100% tuzatib bo'lmasligini, uni faqat jilovlash mumkinligini, yashirin formaga o'tkazish mumkinligini tushunib olsanglar, o'zinglar o'quvchi urmaysizlar-da. Odamni o'zini o'quvchi urib yuboradi-da. Bu bilan shunchaki yashashni o'rganib olish kerak, xolos. Bu prost tanangizdagi bir injiqlik. Shuni o'zi. Yomonidan Alloh asrasin. Hozir kadr ortida ham gaplashyotgandik. Yomon kasalliklar bor. Bunga nolish kerak emas. Buni shunchaki jilovini qo'lga olish kerak va to'g'ri lecheniya qilish usullarini o'ylab topish kerak. O'zingiz uchun ya'ni. Bunda Dermalife kompleks mahsuloti sizga yaxshigina yordamchi bo'la oladi. Mana onaxonimiz o'zlari foydalanib ko'rganlar uchun bemalol kameraga ham aytishlari mumkin. O'zlari aytdilarki, yuzingizni ko'rsatmaymiz mayli desam, yo'q. Bo'lmasam odamlar ishonmaydi, ko'raveramiz dedilar. Asosiysi yechim. Xudo xolasa. Bu vosita. Shifo Allohdan. Biz doim aytamiz, shifoni, kasallikni ham, shifoni ham egasi Alloh. Faqat vosita kerak. Vosita bu sizga Dermalife bo'lishi mumkin. Ajon, hozir avvalgi holatingizga nisbatan hozirgi holatingizni agar foizlarda ko'rsatish mumkin bo'lsa, necha foizga o'zgardi? 80% o'zgargan. Alhamdulillah. 80% ijobiy tomonga o'zgardi. Bu katta yutuq biz uchun qanaqa sharafligini bilmaysizlar. Agar bizga 50% desalar ham og'iz xursand bo'lar edim. Xursand bo'ldik, rahmat kattakon. Gruppalarda ham bormi? Yerda ham 2-3 odamlar chiqishdi menga aloqaga. Chunki xursand bo'lganimdan bir kun yozuvdim gruppangizga. Tanjoningiz sog' bo'lsin, yaxshi ham bor ekansizlar. Shunaqa xursandman, har qatdan xursandman-da. Bu 55 yillik narsani hech tuzata olmagan. Mayli oxirigacha xudo aytayapman, 20% qoldi, unisi ham ketadi inshaalloh. Siz 80% ga xursandsiz-a? Xursandman. 3-4 ta odamlar aloqaga chiqishdi, video vizov qilib ham gaplashdik. Ularga ham bor haqiqatni aytdim. Endi ularni men tanimayman. Menga aloqaga chiqisha olmadi. Nomeringizni bersangiz gaplashaylik deyishdi. Tashlab berdim nomerimni. 2 ta ayol kishi, bitta erkak kishi. Surxondaryodan chiqishdi. Ularga ham ma'lumot berdim. Haqiqatan juda xursandman. Allohim barcha bemorlarga shifo bersin. Alloh o'zi boshlagan ishlaringlarni xayrli, fayzli, barakatli qilsin. Insonlarga qo'lingizdan kelgancha yordam qilyapsizlar. Buni savobi juda ham ulug'. Bemorlarni duosi ijobat bo'ladi deydi. Ilohim tanjoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, bolalaringizga bosh bo'ling. Ilohim yaxshiliklarni qilishlardan charchamanglar, hammanglarning tanjoninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Allohu akbar. Rahmat kattakon. Umringiz uzoq bo'lsin. Men sizdagi samimiy onaxonlarimizni duosiga yetkazganiga Allohga shukr qilaman. Biz bemorlarni holidan xabar olishda davom etamiz. Siz esa o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Xulosa chiqaring shunchaki. Bu qisqa suhbat shunchaki siz uchun motivatsiya berish uchun qilingan suhbat va o'ylaymanki, albatta xulosa chiqarasiz. Ajon, kattakon rahmat sizga. Salomat. Sog' bo'linglar, taninglar sog' bo'lsin.